221 Motors'da Hyundai Sonata sotuvga keldi. 2020-yil 130 ming yurgan, kraskalari top-toza bo'lgan mashinamizni sotuvga qo'yamiz. Mashinamizni motori 2 litrli atmosferli, bitta joyida kraskasi ham, pitnosi ham yo'q. Ko'rishingiz mumkin, ideal holatda turibdi mashinamiz. Toshkent shahrida haydalgan. Rangi mokriy asfalt, balon holatlari o'rtacha, turgo'y tayyorlik ruxsatlari bor. Mashinamiz 3-paysi, 1-paysi emas. Ancha navroti bor mashinani, salonlarni ko'rsatam hozir. Kuzovlari zo'r. Holatiga baho beringlar. Olasizlar, haydaysizlar. Kuzov holatlari ideal holatda turibdi. Salon holatlari, salonlari polniy laminatsiya bo'lgan. Podsvetkalar bor. Polniy salon podsvetkasi yonadi, o'zgartirsanglar bo'ladi. Monitorlari, multirul, klimat kontrollari bor. Mashinamizning sport rejimlari bor, zadniy kameralar, parktronik. Navroti ancha yaxshi. Sidenalar elektroprivodda. Orqa salon holatlari, orqa eshiklarni ham laminatsiya qilib qo'yish qilinadigan joylarni. Sidenalar zo'r holatda turibdi. Zavodskoy pardalari bor, abagorif rejimlari ham bor orqasida. Faralari ham fulliki, 4 ta lupali. Hyundai Sonata 2020-yil 130 ming yurgan, kraskalari top-toza, 2 litrli motor, atmosferli, turgo'y tayyorlik ruxsatlari bor. Holati ideal, hech qayerda ishi yo'q bo'lgan mashinamizni sizlarga zo'r narxda $17,900 ga berib yuboramiz, bosib oringlar.